Xullas, menimcha endi bu kanalga boshqa qaytib kelmayman. Shu bilan hammasi tugadi. Sizlar bilan Fayzi bo'ldi. Hammaga xayr emas. Ko'rishguncha bo'lmabdi. Videoda xayrlashishni ham qilib qo'yibdi. Boshqa videolarda ham qilib bo'lib keyin chiqargan shekilli. Yosh taqal. Yosh, tajribasiz, o'quvsiz. Shuning uchun ham 5-6 ta videodan keyin xayr alvido. YouTube men uchun emas ekan bo'lib yotibdi. No. Fayzidan comeback. I just died on your arms tonight. It must have been something you said. Yo, what's up? Yo, YouTube, yo, Telegram. Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Uydagilar, qo'ni-qo'shni degandek. Xullas hammaga salom. Sizlar bilan men Fayzi va men yana YouTube'ga qaytdim. Okay. Qisqa qilib tushuntirib o'taman. Nimaga YouTube'dan ketdim? Просто zerikdim. Nimaga YouTube'ga qaytdim? Просто zerikdim. Albatta hammasi hazil, deyarli hammasi. Umuman olganda katta emas, ozgina tanaffus qildim. Bu bir 9-simi degan. Mayli. Va aytgancha nimaga basharamni ko'rsatib video olishga qaror qildim. Rostdan ham. Nimaga? Zerikkanim uchun. Va если что, bu meni haqiqiy basharam. Original. Mani turgan yetim bo'lsa, mani skinim. Если что. Nima qilamiz endi? Ozgina Minecraft o'ynashimiz mumkin, lekin batta qilayotgan ishlarimga unchalik e'tibor bermaysizlar. Batta nimadir qilyapman, men ham o'zimni ham tushunmayapman. Asosiy fokusinglar menda bo'lsin. Shunisi yaxshiroq. Xullas kalom, bu kanal ochilganiga ham bir yilcha bo'lib qoldi, lekin endi uni yurg'izamiz. Bitta video chiqarilgan edi, undan keyin umuman hech narsa chiqarilmagan. Nimaga hech narsa chiqarilmaganligini bilishni xolasangiz, o'sha videoni ko'ring, bundan oldingi chiqarilgan videoni. Tushunib olasiz, короче. Ладно. Agar 7,5 ta like yig'ilsa, keyingi video. Endi men ham video chiqarib turaman. Bir haftada bir, ilhomim kelib ketsa, 2 ta video. Bu sizlarga bog'liq. Bu kanalda ozgina nososligi bor, kommentariy o'chib qolyapti o'zi. Agar sizlar bu videoni ko'rayotganlar endi kommentariy o'chik bo'lsa, uzr. Maksimalni ayta oladigan narsam. Mayli. Menimcha birinchi video uchun shuni o'zi yetarli. Ya'ni ikkinchi video uchun shunchaki qaytganimni aytib qo'ymoqchi edim xolos. O'zi aslida maqsad shu edi. Lekin sal ko'proq gapirib sal. Mayli. Bo'lganda ham. Agar keyingi videolar chiqishini xolasangiz, like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Okay. Mayli. Hozircha bo'lsa hammaga xayr emas, har doimgidek ko'rishguncha deb qolamiz. Hammaga ko'rishguncha goodbye. Uzbekistan.